Beshinchi qism. Nimadan o'zni chegaralamaslik kerak? Kelajakka nazar. Erta rivojlanish bolalar bog'chasiga tayyorlanish emas. Men ko'p xatlar olaman. Ba'zilar mening qarashlarimga qo'shilmaydi, ammo ko'pchilik ularga xayrixoh bo'ladi. Afsuski, ko'pchilik erta tarbiyani birinchi navbatda qobiliyatni tarbiyalash emas, maktabda bolani namunali o'quvchi qilib kamolga yetkazish tarbiyasi deb qaraydilar. Bir ona yozibdi. Mening fikrimcha, asosiy muammo maktab ta'limining mukammal emasligida, go'daklikdagi tarbiyada emas. Mening farzandim zamonaviy maktabda boshlangan ta'lim jarayonini davom ettira olishiga shubham bor. Maktabdagi asosiy o'lchov bu imtihondagi bahodir. Bu tizim bolaning go'daklikda qisman rivojlantirishga erishilgan iste'dodini o'ldirmaydimi? Men ham bolalar 6 yoshda maktabga chiqib, bir xil dastur bo'yicha o'qigandan so'ng oliy ta'lim tizimiga kiradigan Yaponiyadagi ta'lim tizimi oqilona ekanligiga shubha qilaman. Bu tizim iste'dodli bolalarga osonlik qilishi, qobiliyati sust bolalarga esa qiyinchilik tug'dirishi bilan qoniqarsizdir. 21-asrda jamiyat rivojlanishi uchun mas'uliyatni o'z bo'yniga olishga qodir insonlarni standart ta'lim-tarbiya qila olmaydi. Ta'lim tizimining mukammal bo'lmaganligi bois men erta rivojlanishga jiddiy e'tibor beraman. Go'daklikda to'g'ri tarbiya olganda bola maktabda ham yaxshiroq o'qiydi. U maktabda baholarni qo'lga kiritish tizimini yengilroq boshdan kechiradi. Erta rivojlanishning muhim davrida yaxshi urug'lar ekilgan bo'lsa, bola istalgan qiyinchiliklarga bardoshi yetadigan holatda ulg'ayadi. Bundan tashqari, men mavjud ta'lim tizimi doimiy qolishiga ishonmayman. Men aminmanki, ota-onalar zarur o'zgartirishlarga erishadilar. Shunday qilib, jamiyat va kelajak avlod taqdiri ularning qo'lidadir. Erta tarbiya qo'shimcha vaqt ham, mablag' ham talab qilmaydi. Ota-onalar ko'pincha menga farzandim bilan shug'ullanishga mening na pulim, na vaqtim bor. Sizning fikrlaringiz hamma narsasi borlar uchundir, deya e'tiroz bildiradilar. Bola tarbiyasi vaqt va pul masalasi emas. Albatta, o'z farzandini musiqa yoki chet tillari mashg'ulotlariga faqatgina obro' e'tibor uchun olib boradigan ota-onalar ham kam emas. Shuning uchun ko'pchilikning erta rivojlanish boylar shug'ullanadigan mashg'ulot deb qarashi ajablanarli emas. Biroq bu faqatgina tashqi ta'sirotdir. Haqiqatan ham mablag'i kam ota-onalar uchun ayrim mashg'ulotlarga vaqt va pul topish oson emas. Shuni bilingki, musiqa yoki til mashg'ulotlari farzandingiz iste'dodini rivojlantirishning yagona usuli emas. Mehribon ota-onalar ta'limning boshqa imkoniyatlarini ham topadilar. Agar ko'pchilik o'ylaganidek, vaqt va pul shu qadar katta ahamiyatga ega bo'lganida, unda qanday qilib boy oilalarda uquvsiz, kambag'al oilalarda iste'dodli bolalar katta bo'lishini nima deb izohlash mumkin? Demak, masala bu yerda faqat pul emas, balki ota-ona mehr-muhabbati va tirishib harakat qilishidadir. Kelajakka ishonchsizlik bilan qarab to'g'ri tarbiyani yo'lga qo'yish mumkin emas. Biz yuqorida erta ta'lim haqiqatlarini turli xil hayotiy misollar orqali yoritdik. Yangi tug'ilgan chaqaloq eng yaxshi kuzatuvchi bo'lib, uni o'rgatib o'stiradigan inson onadan boshqasi emas. Bola tug'ilgandan 3 yoshgacha shaxs bo'lib yetishishidagi eng muhim davr ona qo'liga to'liq ishonib topshiriladi. Bunday ajoyib xazinaning yashab qolishi yoki yo'q bo'lishi tug'ilgandan boshlab onaning bola ta'limini qanday olib borganligiga bog'liq. Bu bo'limda maktabgacha ta'limda ko'rinadigan ota-onalarning roli haqida odatdagidek bilganlarimni ochiqchasiga aytmoqchiman. Yaponiyadagi zamonaviy ta'lim tizimida maktabni bitirgan barcha yoshlar kelib chiqishi, ijtimoiy mavqei yoki mulkiy holatidan qat'iy nazar oliy ta'lim muassasasiga kirishlari mumkin. Bu o'z-o'zidan ajoyib, ammo bu tizim bir yomon jihatni vujudga keltirdi. Oliy ta'lim asosiy maqsad sifatida ko'rila boshlandi va ortiq darajada baholandi. Oliy ta'limsiz yaxshi martabaga erishish mumkin emas deb qaraladi. Shuning uchun hamma o'qiydi.
Yaxshi universitet diplomi nufuzli tashkilotdagi ishni kafolatlaydi. Hamma bir yo'ldan boradi. Boshlang'ich maktabdan boshlab imtihonlarni ketma-ket topshiradilar. Shuning uchun erta tarbiyaga ota-onalar tomonidan imtihonlarni topshirishga asoslangan uzun yo'ldagi birinchi qadam sifatida qaraladi. Bizning tez o'zgarayotgan dunyoda hozirgi qadriyatlar qanchalik uzoq turadi? Bugun qadrli bo'lgan narsa ertaga hech qanday qiymatga ega bo'lmasligi mumkin. Bugungi bola 20-30 yildan keyingi holatdagi qadriyatlar haqida gapirishi qiyin. Bugungi kun qadriyatlaridan kelib chiqib tarbiya qilsangiz, sizning farzandingiz kelajak uchun keraksiz kadr sifatida ulg'ayadi. Bola tarbiyasidan muhimroq vazifa yo'q. Men bola bilan shu qadar bandmanki, uning ta'limiga vaqtim yo'q. Turli ideal nazariyalar bo'lmasin, uni amalga oshirib bo'lmaydi. Onalar ko'pincha mening maslahatlarimga shunday javob beradilar. Aminmanki, bola parvarishlash bilan unga ta'lim berish alohida ajratilmaydigan bitta narsa. Har kuni bolani parvarish qilishingiz unga ta'lim berayotganingizning aynan o'zidir. Sizning muhabbatingiz, munosabatingiz unga ta'sir ko'rsatadi. Ba'zi onalar o'z farzandlari uchun ishlashlarini ta'kidlaydilar. Boshqalari esa eng muhimi bolani oziqlantirish deb o'ylaydilar. Bola uchun eng yaxshi tarbiya onasining mehr-muhabbatidir. Ota-onalar uchun eng muhim mashg'ulot bolalar tarbiyasidir. Agar ular bunga rozi bo'lmasalar, nega farzand ko'rdilar? Ayollarning inson sifatida o'ta jiddiylik bilan biror narsani o'ylaydigan payti bu homiladorlik davri deyishadi. Orzu qilgan tug'ilajak farzandi haqida o'ylab, bola uchun ota-ona bo'lamiz deb tayyorgarlik ko'rishadi. Ammo tug'ilgandan so'ng nihoyat bitta ishim tugadi degan o'yda bo'ladilar. Lekin farzand uchun ota-ona quyosh kabi desak, yuqoridagidek holatlarda ular yosh niholni o'stira olmaydigan quyosh nuriga o'xshaydilar. Shunday bo'lib, ota-ona bo'lib qolaveradilar. Bir ishimiz bitgandan keyin ikkinchi katta ishimiz kutib turadi. Ayollarimiz uchun bolani dunyoga keltirib, sog'lom voyaga yetkazish aql va tana bilan bajaradigan eng katta majburiyatdir. Doktor Suzuki ko'p ota-onalar bilan yuzma-yuz suhbatlashganda quyidagilarni aytadi. Boshqa ishlar bilan band bo'lib bolaga qaray olmasangiz, buni nima deyish mumkin? Bu dunyoda bolaga qarashdan boshqa yana qanday muhim ish bo'lishi mumkin? Agar bundan ham muhimroq ishingiz bo'lsa, nega bolani dunyoga keltirdingiz? Uni 50 yildami, 60 yildami tugatganingizdan keyin bolani dunyoga keltiring edi. Ota-onaning roli qay darajada muhimligini bundan lo'nda ifodalagan boshqa fikrni men bilmayman. Erta ta'lim deb ataluvchi eng katta mas'uliyatli ishning bosh ijrochisi otalar ham, ustozlar ham, jamiyat ham emas. Bolani dunyoga keltirgan onalardir. Bolalarni tarbiyalashdan avval ota-onalarni tarbiyalash zarur. Bola tarbiyasi ota-onalar tarbiyasidan boshlanadi. Bu kitobning maqsadi xuddi shundadir. Ushbu kitobni o'qiyotgan ota-onalar mendan xafa bo'lmaydilar deb umid qilaman. Bola tarbiyasini, ayniqsa, u kichikligida boshqa shaxsga topshirish kerak emas. Faqat ota-ona, ayniqsa ona bu vazifani muvaffaqiyatli bajara oladi. Buning uchun ular doimo ilm olishlari va fikr qilishlari kerak. Ota-onalarning o'zlari eng ishonchli deb bilgan tarbiya usulini tanlashlari zarur. Onalar ta'limi terminini ishlatgan bo'lsak-da, bu ularni o'qitish kerak degan ma'noni anglatmaydi. U onalarimiz o'zlari beixtiyor o'rganadigan ta'lim zarurati degan ma'noda berilgan. Mustaqil o'qish yetarli bo'ladi. O'zlarini o'qituvchilikka tayyorlayotganlar nafaqat ta'lim berishi kerak bo'lgan fanni, balki bolalar psixologiyasi va pedagogikani ham chuqur o'rganadilar. Xuddi shunday, ona ham o'z farzandi uchun birinchi hamda asosiy o'qituvchi sanaladi. Ona bilim olish asnosida bolaning tarbiyasi uchun pedagogika asoslarini o'rganishi zarur. O'z farzandingizdan o'rganing. Onalar tushadigan tuzoqlaridan biri o'ziga ortiq darajada ishonishdir. Albatta, bola uchun bu foydali deb o'ylashlari mumkin, lekin o'rgatayotgan narsalarning to'g'riligini bilmay turib davom ettiraverishsa,
bola shu holda qotib qoladi va bu unga nisbatan zolimlik bo'ladi. Afsuski, buni odatga aylantirib qo'yayotganlarni ko'p onalarimiz bilishmaydi. Eng yaxshi niyatlar bilan tarbiya qilishni ko'zlab, ona bolasining irodasiga quloq tutmay, diktatorga aylanishi mumkin. Bu moyillik kuchayishining sababi esa ona chaqaloqqa g'amxo'rlik qilish davrida yolg'iz hayot kechirishidadir. Ona faqatgina o'z farzandi uchun javobgar, chaqaloqqa g'amxo'rlik qilish bo'yicha mas'uliyat yolg'iz unda deb his qilishi kerak emas. Nafaqat turmush o'rtog'i, balki imkon bo'lsa, buva va buvisi ham onaning uydan tashqaridagi hayotida ishtirok etishiga yordam berishi darkor. Ammo eng asosiysi shaxsiy tushunchalari va talablaridan kelib chiqib, o'z farzandiga past nazar bilan qarash odatini paydo qilmasligi. Buning uchun esa bolasidan doimo o'rganishi lozim. Barchamizning naslimiz yoshlikda. Men hattoki go'dak kattalar uchun o'qituvchidir degan bo'lardim. Bu nafaqat go'daklik davriga, balki butun hayotimizga tegishlidir degan fikrdaman. Har bir katta odam go'dakdan biror narsa o'rganishi mumkin. Qadim zamonlardan beri inson o'zligini anglashga harakat qilgan. Shu maqsadda biologiya, tibbiyot, psixologiya kabi ilmlarga asos solingan. Men ota-onalar biologiya yoki falsafa kurslariga qatnashish shart deya olmayman. Ammo o'z xatti-harakatini baholashda haqqoniylikni yo'qotmasligi uchun erishgan natijalardan xotirjam bo'lishi kerak emas. Shuningdek, o'z farzandingizning hissiyotlari va xatti-harakatini haqqoniy baholash ham muhim. Bunday yondashuvda ona doimo bola tarbiyasiga yordam beruvchi yangiliklarni ochadi. Farzand tarbiyasida otaga nisbatan onaning hissasi ko'proq. Tarixdan insoniyat rivojlanishiga ulkan hissa qo'shgan ko'pgina daholar ma'lum. Ammo shaxsiy hayotda ular odatda baxtsiz sanalganlar. Chunki jismonan zaif bo'lib, his tuyg'uga berilgan edilar. Odamlar iqtidorli ham, omadsiz ham bo'lib tug'ilmaydilar. Buyuk shaxslarning tarjimai holidan aniqlanishicha, ularning shaxsiy halovatsizligi yoshlikka borib taqaladi. Masalan, odatda ularning ota-onalari, ayniqsa otalari qattiqqo'l tarbiyachi bo'lganlar. Albatta, o'z-o'zidan bu juda yaxshi, ayniqsa otalari tufayli ularning iste'dodlari shu qadar yuksak darajada rivojlangan. Ammo bunday otalar foydali mashg'ulotlar uchun vaqtini tejab, o'z farzandlariga tengdoshlari bilan o'ynashga yo'l qo'ymaganlar. Bu esa ularni muloqot va jismoniy mashqlardan mosuvo qilgan. Bu insonlar qay darajada iste'dodli bo'lishmasin, shaxsiy hayotda ular noto'g'ri tarbiya tufayli baxtsizlikka uchradilar. Masalan, mashhur g'oyalar muallifi fransuz faylasufi Blaise Pascalning otasi uni qattiqqo'llik bilan tarbiya qilgan. Pascalning otasi unga katta umidlar bog'lagan. O'zini farzandi tarbiyasiga bag'ishlash uchun davlat xizmatini tashlagan. Otasi unga geografiya, tarix, falsafa, tillar va matematikani o'rgatib, ularni yodlatgan emas, uning aqlini ehtiyotkorlik va izchillik bilan rivojlantirgan. Pascal taniqli matematik, fizik va diniy faylasuf bo'lib yetishdi. Ko'pchilik uning mashhur iborasini eslaydi. Inson bu oddiygina zaif qamishpoya, ammo fikrlovchi qamishpoya. Ammo butun hayoti davomida bir kun ham baxtli bo'lmaganligi haqidagi iqrorini juda kam odam eshitgan bo'lsa kerak. Blaise Pascal faqat 39 yil umr ko'rdi. Uning onasi 3 yoshligida vafot etgan. Shu bois u deyarli ona mehrini bilmay o'sgan. Tengdoshlari jamoasidan mosuvo bo'lgan va o'z otasidan boshqa hech kim bilan muloqot qilmagan. Doimiy qattiqqo'llikda, nazoratda yashagan. Albatta, bu uning sog'ligi va ruhiyatiga ta'sir qilmay qolmagan. Ota go'dakdan dahoni tarbiyalab yetishtirishi mumkin, ammo faqatgina ona ruhiy va jismoniy qobiliyatlari uyg'un bo'lgan komil insonni tarbiyalay oladi. Mana shuning uchun go'daklikda ona tarbiyasi juda muhim. Go'dakni o'z xohish irodasiga qarshi qo'ymang. Bolaning xohish istaklarini e'tiborsiz qoldirib, uning shaxsiga nisbatan kuch ishlatish afsuski tarbiya deb tushuniladi. Albatta, go'dak hali o'z xohishlarini ko'rsatib bera olmaydi, ammo ona ularni ilg'ab olishni o'rganishi kerak. Bu uning asosiy vazifalaridan biri.
Bolani o'z xohishiga qarshi biror narsani qilishga majburlash bilan uning o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qqa chiqarasiz. Ta'lim bilimlarning o'qituvchidan o'quvchiga berilishini anglatgani uchun o'qituvchi yoki tarbiyachi vazifasini bajaruvchi shaxs o'z-o'zidan beruvchi holatida bo'ladi. Shaxsiy fikrimga ko'ra, bu ma'noda eng yaxshi ta'lim biz ta'lim deb ataydigan chegara tashqarisida. Masalan, hech bir ota yoki ona farzandiga ona tilini o'rgatmoqdaman deb o'ylamaydi. Shunga qaramay, ota-ona bilan muloqot ta'lim deb atalmasa ham bolani gapirishga o'rgatadi. Onaning nutqi, hissiyotlari va xatti-harakatlari har doim bolaga o'tadi. Uning fe'l-atvori va qobiliyatlari shakllanishiga ta'sir etadi. Boshqacha qilib aytganda, ular orasidagi muloqotning o'zi ta'limdir. Bolani turli ko'nikmalarga o'rgatish ta'limning faqat bir tomonidir. Chiba universiteti faxriy professori janob Tako Tero sumo dunyosining mashhur odamlari bolalik davrini tadqiq qildi. Ya'ni onadan boshlab atrofdagi odamlarning bolaga ta'sir o'tkazuvchi chuqur tushuntirishlari va g'amxo'rliklaridan bola ta'limi boshlanadi. Hech bir majburlashsiz bolada biror narsani bajarish istagini paydo qilish o'qitishning yangi samarali usulidir. Shunday qilib, bolaning erta rivojlanishi ona va atrofdagilarning sermulohazaliligi va e'tiboriga bog'liq. Dunyoning mashhurlari kitobi muallifi Olmon kimyogari Ostwald fikricha, iste'dodlar kitoblar va maqtovlar bilan tarbiyalanadi. Buyuk shaxslarning ota-onalari ularga kitoblarni majburlab o'qitgan emas, balki yoshlikdan mutolaa qilish muhitini yaratib, unga mehr uyg'otganlar. Ularga hech qachon sen buyuk inson bo'lishingni istayman deb aytmaganlar. Aksincha, sening buyuk inson bo'lishingga shubham yo'q deya uqtirganlar. Bola tarbiyasini hech qachon to'xtatib qo'ymang. Yaponiyaning o'zida yiliga 2 milliondan ortiq bola tug'iladi. Qadim zamonlarda oilalarda qat'iy qoida, ko'payinglarga binoan odatda 5-6 ta farzand ko'rilardi. Hozir oilada o'rtacha 2 farzand bor. Boshqacha aytganda, bu 2 million bolaning ko'pchiligi oldindan rejalashtirilgan edi. Bu bolalar omadli, ularning tug'ilishini istashgan. Ammo ularning barchasi zarur parvarish va ta'lim olishadimi? Afsuski yo'q. Farzand tug'ilishini ota-onalari oldindan rejalashtirishsa ham, u dunyoga kelganida o'z holiga tashlab qo'yishadi. Shubha yo'qki, bola umrining dastlabki 3 yilida uning tarbiyasiga alohida e'tibor qaratish kerak. Hozirda ko'pgina onalar homiladorlikni hech bir jiddiy sababsiz tugatmoqdalar. Abort bu yovuzlik, hayotning tirik urug'ini yo'q qilishdir. Musavvir Manabe Hiroshi bolani dunyoga keltirib tarbiyasini o'z holicha tashlab qo'yish holatini abort deb nomlaydi. Jamiyat abortni qoralaydi, ammo unga faqat hayot berib, uning tarbiyasi bilan shug'ullanmaydigan ota-onalarni qoralamaydi. Fikrimcha, bu abortdan ham dahshatli yovuzlik va uni hech oqlab bo'lmaydi. Abort qilishga qanday sabab bo'lmasin, uni oqlab bo'lmaydi. Abort natijasida keyinchalik 20 yil, 30 yil o'tib uyingizda baxtsizlik hukm suradi. Misol uchun, Amerikada qoradorini batamom yo'q qilishga chaqirsalar ham, bunga erisha olmasliklariga sabab 20-30 yil avval u yerda ota-onalar abort qildirganlar deyishadi. Xuddi shu holat Yaponiyada ham paydo bo'lmasligini istar edim. Buning uchun bolani dunyoga keltirgandan so'ng ota-onaning roli qanchalik muhimligini ta'kidlamoqchiman. Abortga zinhor ruxsat berilmaydi. Urushdan keyin Yaponiyada boshqa mamlakatlardagi kabi yashash juda og'ir bo'lgan edi. Shuning uchun ko'p bolalar kerakli parvarishsiz ulg'aydilar. Hozirgi sharoitda bolalarga nisbatan bunday e'tiborsizlikni sira oqlab bo'lmaydi. 2 yoshgacha ta'lim onasi ham juda yaxshi. Xorijga ketgan vaqtimdagi voqea. Bir restoranga ovqatlanish uchun borgan edim. Oldindagi stolda 2 yoshlardagi bolasi bilan kelgan yosh ota-ona ovqatlanayotgan edi. Ammo qandaydir yomon kayfiyatdagi bola jahl qilib ovqatlanmas edi. Shunda yosh ona bolasini qattiq qo'yib, orqasiga tarsaki urishgacha bordi. Keyin bola yig'lab baqirsa-da, o'zlari ovqatlanib bo'lgunga qadar bolaga umuman e'tibor bermadilar. Yaponiyada bunday vaziyatda onalar atrofdagilarni bezovta qilaman degan o'yda
qanday bo'lmasin bolani yupatishga urinib, barcha mumkin bo'lgan narsalari bilan bolaning kayfiyatini ko'taradilar. Yana atrofdagilar ham onaga tanqid ko'zi bilan qaraydilar. Bu ikki misolni taqqoslaganimizda xorijdagi onani, balki yaponlar ta'lim onasi deb tanqid qilishar, lekin ta'lim onasi ko'p bo'lgani yaxshi. Miyadagi hujayra tarmoqlari hali shakllanib bo'lmagan 2 yoshgacha bo'lgan bolalarni, hayvonlarni qo'lga o'rgatgandek tarbiya qilishda katta ma'no bor. Buni amalga oshirishda ta'lim onasi usulidan boshqa usul yo'q. Shuningdek, bunda atrofdagi odamlar ham 2 yoshgacha bo'lgan bolasida intizom o'rnatayotgan shijoatli yosh onani qo'llab, iliq ko'z bilan qarashlariga umid qiladi. Ammo hayvonlarni takrorlatib qo'lga o'rgatgandek, bolani ham o'rgatsa bo'ladigan davri 2 yoshlarda tugaydi. So'ng uning o'z xohishlari paydo bo'la boshlaydi. Bu onalar ta'lim onasi uslubini tugatadigan davr hamdir. Bu davr kelganda bola istaklarini e'tiborga olmay, o'zingizning xohishingizni o'tkazishingiz unda aks tuyg'u uyg'otib, ahamiyatli sanalgan ta'lim onasi befoyda bo'lib qoladi. Lekin bolaning o'z xohishini bajara boshlaydigan 2 yoshdan o'tgach, Yaponiyada ta'lim onasi usuli qo'llash birdan kuchayadi. U mumkin emas, bu mumkin emas deb shu paytgacha mehribon, muloyim bo'lib kelgan ona birdan qattiqqo'l onaga aylanadi. 2 yoshgacha qattiqqo'l ta'lim onasi, undan keyin esa mehribon ona bo'lsa, bola ta'limi uchun ideal ona timsoli sanaladi. Albatta bunday aniq qarorga kelib bo'lmaydi-yu, lekin onalarimiz asl munosabatlarida shu tomonlarni e'tiborga olishi muhim deb o'ylayman. Bolalar ota-onaning mulki emas. Bola ertami kechmi o'z ota-onasining tanalariga javob berish yoshiga yetadi. Men sizdan bu dunyoga keltirishni so'ramagandim. Endi koyishning keragi yo'q. U haq bo'ladi. Haqiqatan farzand ota-onasi sabab bu dunyoga keladi va ular unga ulg'aygunga, erkinlikka erishgunga qadar to'liq javobgardirlar. Ko'pgina ota-onalar farzandlari ularning qaramog'i davrida o'zlari istagan narsalarni qilishlari mumkin degan tushunchadan uzoq vaqt qutula olmaydilar. Men uni muhandis qilishni istayman yoki u musiqachi bo'lishni istayman deb xuddi tikuvchiga kiyim buyurtma bergan kabi fikr yuritishadi. Onalar doktor Suzuki'dan mening farzandimdan biror narsa chiqadimi deb so'raganlarida, u odatda hech narsa deb javob beradi. Ammo onaning umidsizlikka tushganini ko'rib, u biror narsa emas, balki ajoyib inson bo'ladi deb qo'shib qo'yadi. O'z farzandiga bunday egalik hissiyoti keng tarqalgan. Buning sababi esa bolaning irodasi inobatga olinmasligidadir. Go'dakning shaxsiy irodasi rivojlanishidan avval o'ziga nisbatan bunday tuyg'u o'rnashsa, butun umr o'z kuchiga bo'lgan ishonchi tiklanmasligi mumkin. Farzandingizning kelajagini rejalashtirish o'rniga unga yaxshiroq qarang. Ota-onalarning majburiyati o'z farzandiga kengroq imkoniyat berish. Kim bo'lishini esa o'zi hal qilishi kerak. Ota-ona emas, farzandning o'zi kelajagining xo'jayinidir. Onaning qat'iyatsizligi bolaga zarar. Mana 20 yildirki Yaponiyada qabul qilingan tarbiyaning yangi demokratik tizimi faoliyat ko'rsatmoqda. Bu tizim ko'p odamlarga avval yopiq bo'lgan sohalarda kirishga imkoniyat yaratdi. Ammo bu tizimda kamchiliklar paydo bo'la boshladi. Avval hech qachon erta rivojlanishga oliy ta'limga bo'lgan qadam sifatida qaralmagan va yaqin-yaqingacha ota-onalar farzandlari qayerda ta'lim olayotganiga e'tibor bermasdilar. Afsuski, ota-onalar tarbiya masalasida qanchalik ko'p bezovta bo'lsalar, shunchalik har xil ta'sirlarga moyil bo'ladilar. Ular bir yangilikdan ikkinchisiga o'ta boshlaydilar. Tarbiyaning eski tizimi inkor etilganida, ota-onalar unda hamma narsa yomon edi deb xulosa qildilar. Ular o'z farzandlariga istalgan narsani qilishga ruxsat berdilar va bola tarbiyasidan buvlarni uzoqlashtirdilar. Shubhasiz, agar demokratik tarbiyani tanqid qilib, qanoatli tarbiyani targ'ib etsalar, ota-onalar bolalar tarbiyasiga yana buvi va buvalarni jalb etadilar. Bunday onalar tarbiyada ham kiyinishdagi kabi urfga taqlid qiladilar. Albatta foydali deb ko'ringan tarbiya usulini nega sinab ko'rmaslik kerak. Biroq ona mustaqil fikrlash erkinligiga ega bo'lmasa, qanday qilib yaxshi tarbiyachi bo'la oladi?
ham qanoatli, ham erkin tarbiya turli sharoit va turli yoshda yaxshidir. Onalar o'zlariga ko'proq ishonishlari va tarbiya tizimini tanlashda izchil bo'lishlari kerak. O'zini goh u yoqqa, goh bu yoqqa urish bolaga zarar yetkazishi mumkin. O'ziga ishonch, qat'iyatli fe'l-atvor bola tarbiyasida juda muhim. Ammo agar ona xato nazariyasi ta'sirida bo'lsa va bunda qattiq turib olsa, hech qanday chekinish qilmasa, bu ham bolaga zarardir. Shuningdek, ona tarbiyaga e'tiborsiz va yuzaki munosabat bildirsa ham hech narsa chiqmaydi. Bola tarbiyasi ona uchun eng muhim vazifa va unda yengil yo'llar yo'q. Onalar tarbiyaga odatlardan, siyqasi chiqqan qoliplardan va yengil usullardan ozod bo'lgan o'zlarining shaxsiy yondoshuvini ishlab chiqishlari shart. Onaning manmanligi bolaga yolg'on tushunchalarni singdiradi. Mening bolam juda iqtidorli, boshqa bolalardan ajralib turadi. Men unga pianinoni o'rgataman. Qo'shni bola skripka chalishni o'rganyapti. Mening bolam ham o'rganadi. Bunday tarbiyaga faqat manmanligi boshqarayotgan onalar yo'l qo'yadilar. Bundan tashqari, erta tarbiya yuqori martabadagilar yoki iqtidorlarning imtiyozi sifatida ko'rilgan. Haqiqatda esa olifta ota-onaning musiqa bilan shug'ullanishga majbur qilingan farzandlari ko'pincha samimiyatsiz va g'ayritabiiy bo'ladilar. Xuddi ularga onalari obro' va raqobat kabi yolg'on tushunchalarni singdirganidek. Bolaning rivojlanishiga qaratilgan musiqa mashqlari ruhiy iztiroblar manbaiga aylanadi. Musiqa mashg'ulotlari birdan bir maqsad emas, aniq maqsadga erishishdagi vositadir. Siz bola bu mashg'ulotlardan nima olishi, natijada uning qaysi qobiliyatlari rivojlanishini aniq ko'ra bilishingiz kerak. Quruqdan-quruq musiqa mashg'ulotlari hech qanday ahamiyatga ega emas. Doktor Suzukining darsida ona uning darsiga yuborayotgan bolasidan ham yaxshiroq skripka chaladigan bolalar bo'ladi. O'z bolasining barchadan yaxshi bo'lishini istaydigan onaning istagini qondirish mumkin emas. Shuning uchun u yo keraksiz manmanlikdan qutulishi, yo bolani mashg'ulotlarga olib borishdan to'xtashi zarur. Skripkada chalish qobiliyatidan g'ururlanish mumkin albatta. Bu bolaning umumiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir etadi. Mening o'g'lim o'z kuchiga bo'lgan ishonchga skripka mashg'ulotlari sababli erishdi va shundan keyin boshqa sohalarda muvaffaqiyat qozondi. Farzandni o'zgartirishdan avval o'zingiz o'zgarishingiz kerak. Ota-ona yuragidagini bola bilmaydi deganlaridek, bolaning aytmoqchi bo'lganini eshitmay turib, uf tortadigan ota-onalar bu bolaning yomon ekanligini ko'rsatadimi? Men bunga ota-onalarning o'zlari aybdor deb o'ylayman. Doktor Suzuki o'z farzandi bilan juda yomon munosabatda bo'lgan ona haqida aytib bergan. Ona umidsizlik bilan nega Xudo menga bunday yomon farzand yuborgan deb nolir ekan. Bir kuni doktor Suzuki unga buning sababi uni doimo urishishingizda. U doim bezovta. Agar vaqti bilan siz ham o'z xatolaringizni tan olsangiz, bolangiz sizni yaxshiroq tinglaydi va hurmat qiladi, debdi. Bir muddatdan so'ng ona doktor Suzuki yoniga juda mamnun holatda kelib, o'z o'g'ilchasi bilan munosabati yaxshilanganligini aytib beribdi. Vijdonli onalar ko'pincha ularning talabchanligi norozilikka uchrashidan shikoyat qiladilar. Sizga aytish yaxshi, chunki buni o'zingiz qilishingiz kerak emas. Bolalar haq. Buyruq berish tarbiya qilishning eng yaxshi usuli emas. Agar bolalar butun kuchlarini ishga solsalar, ayni vaqtda kattalar ota-ona sifatida qilishlari kerak bo'lgan ishning 10dan 1 yoki yarmini ham qilmasalar, bundan yaxshilik chiqmaydi. Ota-onalar ham biror narsani birga qilib, unga ko'rsatish yo'lini topishlari lozim. Buni qil, buni yodla deb buyruq berib, otaning o'zi kursida gazeta o'qib o'tirishi bu yalqov kishining usuli. Farzandni tarbiyalamoq o'zini ham doimiy ravishda tarbiyalash demakdir. Farzandingiz o'zingizdan ham yaxshiroq bo'lsin. Shogird o'z ustozidan o'zib ketdi degan naql bor. Bu tarbiyaning asosiy maqsadi bo'lishi kerak. Ko'p marotaba ta'kidlaganimdek, iqtidorli bo'lib tug'ilmaydilar, balki shunday tarbiya qilinadilar. Agar aksioma sifatida inson qobiliyatlari 100% tug'ma deb olsak, demak farzand hech bo'lmasa o'z ota-onasi darajasiga yetishi kerak.
Agar tarbiyangiz natijasida farzandingiz sizdan ozgina bo'lsa-da o'sib ketmasa, demak siz yalqov ota-ona bo'lgansiz. Bizning iste'dodlar maktabimizda bolalarga bir plastinkani ko'p marotaba tinglashga berardik. Plastinkada ular o'rganayotgan skripka uchun musiqa asari bor edi. So'ng ulardan tinglaganlaridan ko'ra uni yaxshiroq chalishni so'radim va ular qattiq harakat qildilar. Oxir-oqibat ko'pchilik buning uddasidan chiqdi. Taajjublanish kerak emas, chunki bu mening ijroyimdagi musiqa asari edi. Umuman aytganda, iste'dodlar maktabining asosiy g'oyasi bolalarni shunday o'qitish kerakki, o'z ota-onalari va ustozlaridan o'zib ketsinlar. Eng yaxshilarini biz talaba, qolganlarni talabaning o'quvchisi deb ataymiz. Agar o'quvchilar ustozlari darajasiga yeta olishmasa, so'ng boshqalarni o'qitishsa, bunday jamiyat tanazzulga uchrardi. Shogird ustozidan o'zib ketishi shart, aks holda taraqqiyot bo'lmaydi. Albatta, barcha ota-ona farzandi o'zidan o'zib ketishni istaydi. Ota-onaning qobiliyati yuksak bo'lmasa-da, ularning farzandlari ilm-fanda muvaffaqiyatlarga erisha oladi. 21-asrni keyingi avlodlarga ishonadiganlar quradi. Hozir dunyo jadallik bilan o'zgarib bormoqda. Texnika taraqqiyoti bizning hayotimizni hayratlanarli darajada boyitib, yengillashtirib yubordi. Kompyuterni bir misol qilib oladigan bo'lsak, avvallari sonlarni hisoblashni insondan tez bajaradigani yo'q edi. Hozir esa inson miyasiga mos yaqinlikdagi vazifani bajaradigan kompyuterdir. Biroq texnika taraqqiyoti o'sib, qulaylashib borishi bilan birga insonlarning fikrlashi ham o'zgarib bormoqda. Hozirgi dunyoda birinchi ko'zga tashlanadigan narsa odamlar orasida ishonch yetishmasligi. Bu jamiyatda tartibsizlik, zo'rlash, ekologik muammolarni keltirib chiqaradi. Agar odamlar orasida ishonch bo'lmasa, hech qanday boylik va hayot qulayliklari bizga tinchlik va baxt olib kelmaydi. Yaponiyada har bir o'quvchi odamlarga ishonish va boshqalarga qo'shimcha qiyinchilik tug'dirish kerak emasligini biladi. Ammo tushunish bir masala. Go'zal qoidalarni hayotga tatbiq etish boshqa masala. Afsuski, bu ziddiyat inson tabiatiga xosdir. Agar bola bu tamoyilni faqat nazariyada o'rgansa, odamlarga ishonishni o'rganmaydi. Faqat haqiqiy hayotda u odamlarga ishonishni o'rganadi. Agar odamlarga ishonish tamoyili go'dakka ona suti bilan singdiriladigan bo'lsa, bu bola jamiyat kelajagi uchun o'ziga mas'uliyatni oladigan shaxs bo'lib ulg'ayadi. Boshqalardan aqlliroq bo'lsa-da, odamlarga ishonmasa, hayotda ko'p narsaga erisha olmaydi. Zamonaviy ta'lim tizimi imtihonlar va baholarga ortiqcha e'tibor berib, odamlar ishonchni e'tiborga olmaydi va uni rag'batlantirmaydi. Shuning uchun bu sifat erta yoshda rivojlanishi juda muhim. Bu maktabgacha ta'limning asosiy vazifasidir. Bugungi bolalar sovuq urushlar va irqiy kamsitishlarga chek qo'yadilar. Biz hozirgi zamon taraqqiyot darajasini maqtab, sovuq urushlar, irqiy xurofot, milliy va diniy nizolar haqida unutyapmiz. Bu muammolarni bartaraf etish uchun tuzilgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa ko'plab xalqaro tashkilotlarning sa'y-harakatlari aksariyat hollarda besamar ketmoqda. Biz o'zaro ishonch va toqatni o'zimizda tarbiya qilmagunimizcha millatlar o'rtasida tinchlikka erishmaymiz. Avloddan avlodga o'tuvchi nafrat, alamzadalik va tajovuzkorlik, ziddiyat va shubha bilan qarash deyarli biologik sifatlarga aylandi. Yoshlikda bu hissiyotlarni singdirib, keyin ulardan qutulish qiyin. Biz kattalar o'z bolalarimizga bu illatlarni singdirmasligimiz zarur. Go'daklar irqiy nafrat bilan zaharlanmagan bo'ladilar. Agar yoshlikda oq va qora rangli bolalar birgalikda teng ravishda o'ynashsa, ular odamlar o'rtasidagi tana rangi xuddi tashqi ko'rinish va bo'y kabi tabiiy holat degan tushuncha bilan ulg'ayadilar. Ular faqatgina kattalarning aytib berishi orqali irqiy ajratishlardan xabar topadilar. Urushlarni chin qalbdan to'xtatishni istaganlar bugungi dunyodagi siyosiy holat haqidagina emas, balki qanchalik mablag' talab qilmasin, yosh bolalar tarbiyasi haqida qayg'urishlari shart. Bugungi bolalar ertangi jamiyatni quradilar. Butun dunyodagi tinchlik bizga, hozirgi kattalarga bog'liq emas,
u hozirda yo'rgakda bo'lgan avlodga bog'liq. Men erta tarbiyaning ahamiyatini oshirib yubormayapman. Mening so'zlarim biror bir harakatga sabab bo'ladimi yo'qmi bilmayman. Ehtimol ko'p tanqidlarga, hattoki asosiy nizomlarim, tarbiya usullarim va ona vazifasini qanday tushunishim ham e'tirozlarga sabab bo'ladi. Biroq umid qilamanki, mening kitobim odamlarni dunyoda biror narsani o'zgartirishga, ayniqsa 3 yoshgacha bo'lgan davrdagi bolaning erta rivojlanish muammosiga qiziqish uyg'otadi. Ishonamanki, mening bu kitobim shu maqsaddagi birinchi qadamdir. Ibuka va erta yosh ta'limi. Chiba universiteti faxriy professori Tago Akira sharhi. Masaru Ibuka 1992-yili rahbar muhandis sifatida ilk bor madaniy meros nishoni bilan taqdirlangan. Kichik zavod shaharchasidan chiqib, Sony korporatsiyasini dunyoga mashhur qilgan Ibukaning faoliyati urushdan keyingi yaponiyaliklarning orzu-istaklariga bag'ishlangan edi. Lekin erta ta'lim tadqiqoti Yaponiya madaniyatiga undan ham kattaroq hissa qo'shdi. Masaru Ibukaning erta yosh ta'limi haqida o'ylashiga sabab kitobda ham qayd etib o'tilganidek, 1960-yillarda Yaponiyaning har bir hududida yuz bergan talabalar isyonidir. Bu vaqtda ta'limdagi muammolar haqida bayonot bergan tadqiqotchilar ko'p bo'lgan. Lekin buni Ibukachalik jiddiy o'ylaydigan odam yo'q edi. U yoshlarni tarbiyalash uchun erta ta'lim muhim deb o'ylab, 1969-yili Erta rivojlanish uyushmasiga asos solgan. Men uyushmaga asos solingan vaqtdan boshlab ruhshunos sifatida ta'sir o'tkazib kelmoqdaman. Birinchi navbatdagi ishimiz Ibukaning erta ta'limidagi muhim jihatlarni ochish bo'lsa-da, bu haqiqatlar ma'nosini tushuntirib beruvchi odamlar ko'p emas. Ayniqsa dono insonlardan go'daklar ta'limi haqida so'raganimizning o'zida bunga qarshi chiquvchilar ko'p bo'ldi. Bilimli insonlar orasida so'zga ham, nazariyaga ham tushunmaydigan bolalarga ta'lim berishdan ma'no yo'q deydiganlar topildi. Lekin Ibukaning bolalarda qobiliyatning shakllanishida 3 yoshgacha bo'lgan ta'lim muhimdir degan qarashlari e'tirozlarga bo'yin egmadi. 1971-yili erta ta'lim haqida birinchi kitobi 3 dan keyin kech nashr qilindi. Ibuka nazariyasi dunyoga yoyildi. Hozirga qadar erta yosh ta'limi tabiiy jarayon sifatida tanilib, keng tarqaldi. Ta'lim va madaniyat vaziri ham erta yosh ta'limiga qiziqish bildirmoqda. Yaponlarning erta yosh ta'limi haqidagi qarashlari o'zgargan bo'lsa, bu Ibuka sabablidir. Ibuka uchun hozir eng xavotirlanarlisi erta ta'lim to'g'ri qo'llanilyaptimi yo'qmi? Kitobni o'qib tushunganingizdek, Ibuka ta'limdagi ko'p jihatlarni inkor qiladi. Faqat bilim darajasini ko'tarish, yaxshi o'quvchi bo'lish, yaxshi bog'chaga borish uchun ta'lim kabilar Ibukaning qarashlariga tamomila zid. Dunyoda bunday tushunmovchiliklar hali juda ko'p. Erta yosh ta'limining tub mohiyatini ochib beruvchi bu kitob bola tarbiyasidagi bosh manba sifatida kelajakda ham o'z qadrini saqlab qolishiga shubha yo'q.